darsimizda join mavzusiga yaqin bo'lgan set operatorlarini o'rganib chiqamiz. Set operatorlari nima deydigan bo'lsak, set operatorlari ham ma'lumotlarni birlashtirish uchun, natijalarni birlashtirish uchun ishlatiladi. Bugun union, all, except, intersect deganlarni ko'rib chiqamiz va buni oxirida, mavzumiz oxirida joindan nima farqi borliklarini ham ko'rib chiqamiz. Demak, bizda shunday ustun bo'ladi. A ustunimizda talabalar students A bo'lsa, ikkinchisida students B bo'ladi. Birinchisida ismlar Ali, Vali, Sardor bo'lsa, ikkinchisida Ali, Vali, Jasur bo'ladi deydigan bo'lsak, union degan funksiyamiz bor. U nima ish qilib beradi? Demak, select name from students A deymiz. Union select name from students B deymiz. Shunda ikkala natijalarni qilib, ikkala natijalarni birlashtirib, duplikatlarni o'chiradi. Ko'rib bering, bunda ham Ali, bunda ham Ali, Vali, Sardor, Jasur bo'lsa, natijada Ali, Vali, Sardor, Jasur olib beradi. Ya'ni Ali 2 marta takrorlangan, Vali 2 marta takrorlangani sababli duplikatlarni o'chirib beryapti. Keling, buni kodimizni ham ko'ramiz. Bizda mana bunday tablisamiz bor. Mana shu tablisadan o'rganadigan bo'lsak, tablisani ishga tushirib ko'ramiz. Mana bunda Ali, Sara, Jon, Anna, Mike bor. Bunda ham shunday bor. Endi bunga yozamiz, union deb yozamiz. Tag hozircha kerak emas. Union deydigan bo'lsak, mana ikkalasini birlashtirib berdi va duplikatlarni o'chirib tashladi. Farqini bilish uchun mana uni o'zini ham qoldiramiz. Demak, hammasini ishga tushiramiz. Ali, Sara, Jon, Anna, Mike birinchisida 5 ta, ikkinchisida 5 ta edi. Ikkalasini birlashtirib, Alilarni olib tashlab, Alidan bitta qoldirib, Annadan ikkalasidan bitta qoldiryapti. Mike'ni ham olib tashlayapti. Ya'ni duplikat bo'lganlarni olib tashladi. Endi xuddi shu narsani union all degani bor. Union all degani duplikat bo'lsa ham hammasini yig'ib beradi. Mana Ali, Vali, Sardor, Jasur qilib beradi. Buni ham ko'rib chiqamiz. Union all deymiz. Shunchaki hammasini birlashtirib beradi. Endi bu yerda union bilan union all ni farqini aytadigan bo'lsak, union all tezroq ishlaydi, chunki bunda hech qanday mantiq yo'q. Bor narsani, ya'ni birinchi tablisadagi ma'lumotlarni tagiga ikkinchisini qo'yib beryapti, bo'ldi. Unionda esa uni tekshirib chiqadi. Har bittasini solishtirib, qaysi birida o'xshashi bor, o'xshash bo'lsa olib tashlab, shunaqa joyi bor. Lekin ikkalasini ham o'ziga yarasha kerakli holatlari bor. Mana bu yerda farqini ham aytilgan. Unionda duplikatlarni olib tashlaydi, ya'ni takrorlanuvchilarni sekinroq ishlaydi. Unique data bilan ishlaydi, ya'ni noyob daniylarni olib beradi. Keyin ko'radiganimiz except degani bor. Birinchi jadvalda bor, ikkinchi jadvalda yo'q ma'lumotlarni chiqarib beradi. Hozir tablisamiz bo'yicha bir sinab ko'ramiz buni ham. Qilamizda. Ikkala tablitsa ham birinchi tablisada bor, ikkinchisida yo'qlarni saralab berdi. Birinchida bor, ikkinchida yo'qlarni chiqarib berganday, mana buni ham hozir ikkalasining farqini ko'rish uchun asosiy tablitsamiz bilan birga ko'rib chiqamiz. Ali, Sara, Jon, Anna, Mike. Birinchisida Ali bor, ikkinchisida yo'q, oldi. Sara birinchisida bor, ikkinchisida yo'q, uni ham oldi. Jon ikkinchisida ham bor, Anna ham bor, Mike ham bor. Demak, exceptni vazifasi birinchi tablitsada bor, ikkinchisida yo'qlarni ajratib berdi. Buni xuddi shuni sherigi bor. Buni ham o'rganib chiqamiz. Intersect degani bor. Intersect ikkala selektda ham mavjud bo'lmagan ma'lumotlarni chiqarib beradi. Buni ham bitta sinab ko'ramiz. O'rniga inter deb yozamizda hammasini ishga tushirib ko'ramiz farqini bilish uchun. E'tibor beramiz, nima farq bo'lyapti. Ali birinchisida bor, ikkinchisida yo'q, uni olmadi.
Sara birinchisida bor, ikkinchisida yo'q, uniyam olmadi. Jon birinchisida ham bor, ikkinchisida ham bor, ikkalasini shu borligi uchun olberdi. Anna ikkalasida borligi uchun olberdi. Maykniyam ikkalasida borligi uchun olberdi. Demak, bundan bilib olamiz, biz joinni o'tuvdik, esinglarda bo'lsa, inner join degan narsa bor edi. Ikkala tabletsamizda ham bor narsani olberganda, intersect ham ikkalasida bor narsani olberdi. Bu qiyin narsa emas, funksiyalarimiz osongina, lekin hali hayotda ko'p kerak bo'ladi. Uni amaliyotlarni ham ko'rib chiqamiz. Eslab qolish uchun bitta takrorlab olamiz. Union birlashtiradi. Qaysi hayotda qaysi holat ishlatish mumkin desa, iste'molchilarni listga qo'shishda, ikkalasini birlashtirishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Union'da hammasini birlashtiradi. Qaysidir log fayllarni birlashtiraman desa ishlatishingiz mumkin. Except'da farqni topadi, ketib qolgan kostyumlarni ajratib olish uchun. Intersect'da umumiy qismini topadi. Ikkala kursda qatnashayotganini topish uchun. Bu shunchaki eslab qolish, buni yanayam amaliyotda ko'proq ko'rish orqali o'rganib chiqamiz. Bu bo'yicha albatta sizga uyga topshiriq beriladi, yaxshilab o'rganib chiqing. Qandaydir xususiy holatlarni real hayotda qanday ishlatishlarini, Xudo xohlasa, keyinchalik amaliyot darslarimizda ko'rib chiqamiz. Endi biz ozgina qoidalar bilan tanishib o'taylik. Set uchun asosiy qoidalar bor. Buni shu nazariyani o'zida ko'rib chiqamiz. Ya'ni order by degan narsa bitta selectni ichida ishlatiladi. Ya'ni mana bu xato bo'ladi. Select name from students da order by name qilib, union qilib, select name from teachers da order by qilish shart emas. Bittani o'zi yetadi. Ya'ni pastga yoki tepaga qilib bersak, order by shuni o'zi yetadi. Tushunish uchun barcha natijalar birlashtirilgandan keyin tartiblanadi. Shunday. Buni eslab qolish kerak. Ya'ni order by union bilan ishlatilganda bir marta ishlatiladi. Ikkinchisi, ustunnor soni bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni biz id name studentdan olib ber deyapmizda, teacherdan faqat name olib ber desak to'g'ri kelmaydi. Buni SQL aytadi, sen birinchisida ikkita so'rayapsan, ikkinchisida bitta so'rayapsan-ku deydi. Shuning uchun ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Keyingi qoidamiz data type'lar bir xil bo'lishi kerak. Masalan, name bilan salary'ni solishtirib bizga olib ber deyishimiz xato bo'ladi. Chunki name yozuv bo'ladigan bo'lsa, varchar bo'ladigan bo'lsa, salary son bo'ladi. Shuning uchun name bilan data department name qilsak o'xshaydi, chunki ikkalasi yozuv. Va keyin ko'radigan qoidamiz, ustunlar soni bir xil bo'lishi kerak. Ustunlar tartibi ketma-ketligi. Ya'ni id name bo'lsa, keyingisida ham id name qilishimiz kerak. Chunki to'g'ri biz bilishimiz mumkin. Id bu son, name yozuv. Biz o'zimiz anglashimiz mumkin. Id bilan id, name bilan name, lekin buni SQL anglay olmaydi. Shuning uchun unga tayyor qilib aytib berishimiz kerak. Id bilan idni, name bilan name'ni solishtirgan degan ma'noda. Keyin birinchi ustunni birinchi query nomni belgilaydi. Ya'ni bizda esinglarda bo'lsa s deb berishimiz mumkin edi. Select name s full name from students desak, bu narsa umumiy nom bo'ladi. Ya'ni ikkinchisiga s deyishimiz shart emas. Bu yerda ustuvorlik birinchi queryda bo'ladi. Hali keyinchalik amaliyotlarni ham ko'rib chiqamiz. Va oxirgi qoidamiz, to'g'ri ustunlarni moslashtirish kerak. Nima deb tushunishim mumkin buni? Masalan, bir-biriga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz kerak. Birinchisida aytyapmiz, talabalar joyidan name olyapmizda va yoshini olyapmiz. Keyingisidan product name bilan price ni olyapmiz. Bu yerda ism bilan, odamning ismi bilan mahsulotning ismini, odamning yoshi bilan mahsulot narxini solishtirib, o'zaro farqni izlash bu mantiqan xato bo'ladi. Shuning uchun mantiqan to'g'ri ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ism bilan ism, shahar bilan shahar qilsak to'g'ri bo'ladi. Keyin ko'radiganimiz, mana buni bir yaqqol qilib olamiz. O'zingiz ham mustaqil ko'rib chiqasiz. Set bilan joinlarning farqi. Set operatorlari ham oldin ko'rganimizdek o'zaro ma'lumotlarni olib beradi, join ham olib beradi. Lekin farqi gorizontalni qo'shib beradi. Joinlar yonma-yon qilib, o'sha bir jadvalning yoniga ikkinchi jadvalni qo'shib berganda mana buni ko'rib olsangiz bo'ladi. Bizni set operatorlarimiz pastga, ya'ni vertikalni qo'shib beradi. Keyin bizda set operatorlarimizni talablari ko'p, boya ko'rib o'tgan qoidalarimiz bor, lekin joinda u qoida uncha ko'p emas. Shundan bilib olishimiz mumkinki, bizda jadvallarni birlashtiradi join, set operatorlar esa ma'lumotlarni tagma-tag qilib joylab birlashtirib beradi. Bu hali keyinchalik intervyularda tushishi mumkin.
Shunchaki ma'lumot sifatida bir tanishib chiqdik. Demak, bu mavzu bo'yicha aytmoqchi bo'lganlarim shular. Uyga vazifalarni o'sha video ostidagi havolada qoldiraman manzilini. Ishlatib ko'ring. Video darsimizni taqdimotini ham tashlab qo'yamiz. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun Telegram va YouTube kanallarda bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarda ko'rishguncha.